Biz Nozimaga adolat degan challenge-ni boshladik. Agarda siz ham ushbu challenge-ga qo'shilsangiz va Nozimaga adolat bo'lishini xohlasangiz, ushbu challenge-ga qo'shiling. Hormaylar, menimcha endi biza serial emas, sezonli qilamiz bu narsani. Bu men Telegram kanaliga o'tmasanglar bo'lmaydi. Sabab подписчик yig'ish bu unaqa narsa emas. Chunki bu yoqda faqatgina 1 minutlik narsada, Instagramda faqat 1 minutlik video qo'ya olaman. Reelsga bu narsalarni qo'yib bormayman, chunki o'zimni boshqa novostilarimni ham olib borishim kerak. Xullas, bu yana uyushtirilganligi bo'yicha yana bitta shubhali bitta video bor. Men detektiv o'z Telegram kanaliga srochno o'tmasanglar bo'lmaydi. Hamma narsani o'sha yerda yoritib boramiz endi. Instagram 1 minutlik yetmayapti. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Qo'yib bormaymiz, sizlarni qo'yib bormaymiz. Bu jinoyatda tagiga yetamiz. Gulnoz opa qanday yoqvoringlar deysiz? Musulmon-ku. Musulmon ro'zani kunida ichadimi? Opa, siz butoka bilan siz yo'q, to'xtang, men kimdir tarafini mana o'ligi ham qanaqa bo'lib ketdi? Siz opasimisiz? Muslimaxon menga tashlayapsiz. Esting. Men bir tomonda emasman. Prosta men musulmon yoqvoradi. U ham yaxshi ekan, bir-biriga mos ekan, lekin qanday musulmonni yoqvoradi? Kerak emas unaqalar. Mana o'ligini orqasiga. Siz gapirgani kerak emas, kim kerak emas. Siz kimsiz buni hal qilgani? Siz qayerda turib olib aytkilyapsiz? Men Koreyada o'tirib gapiryapman. Koreyada o'tirib. Nima qilasiz? Koreyada bo'lsangiz, siz singlisimiz yo opasimisiz? Hech kim emasman, lekin musulmonni qanday yoqvoradi? Jo'natib yubordik-ku, yoqmadik, jo'natib berdik. Ana ko'rdingiz, qo'ltig'im tagida junlari bilan berdik. Asalim, oling. Kerakmidi? O'shandaycha jo'natdik, oling ana. Mana men Koreyaga kelganimga 2 yil bo'lyapti. Yo'q, eshiting, bu dalil, eshiting. Mana ishga chaqirmadim deganiga bu dalil lichna menga taklif qilgan ishdi. Lichna menga. Yo'q, men ishim bor deganman. O'shadan chiqqaningizda akillayapti. Yo'q, sen chiqqansan. Dedim, aytganimni qilmadilaring. O'shanchim bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmasdi. Baliq boshidan salsiydi, enasini ko'rdilaring kimligini, samonga ayblarni to'pkamanglar. Mana shu Koreyaga pul topaman deb onasidan undan chiqib ketyapti. 70% samonni qo'lida ishlagan. 70%. O'shancha kutlaringni qisib yuraveringlar Koreyaga kelganlar. Kuni aytganman, yo'qoringlar, shuncha to'palang bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shanchim bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmasdi. Kuni aytganman, yo'qoringlar, shuncha to'palang bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shanchim bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Kuni aytganman, yo'qoringlar, shuncha to'palang bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shanchim bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmasdi. Baliq boshidan salsiydi, enasini ko'rdilaring kimligini, Samiyaga pul topaman deb onasidan undan chiqib ketyapti. 70% samonni qo'lida ishlagan. 70%. O'shancha kutlaringni qisib yuraveringlar Koreyaga kelganlar. Bulargachi Gulnozopa ham, studentchalik yasab olganlar ham. Opa, qarang. Bulargacha mabatda ishlar. Kuni aytganman. Assalomu alaykum hammaga. Hozir TikTokda shunaqa video ko'rib qoldim, Instagramda ham. Gulnoz opa, siz boshda ham bo'lmagansiz, oxirida ham bo'lmagansiz. Siz umuman aralashmang. Koreyani sizlar sotib olmagansizlar, birinchidan. Ikkinchidan, biz hammamiz musulmonmiz. Ota-onamiz bizni O'zbekistonda oyog'imiz bilan jo'natgan musofirchilikka, oyog'imiz bilan kiysinda kutib o'tirishadi. Qora ko'zlarimiz, bolalarimiz kutib o'tiradi. Onam hozir oyog'i bilan kirib keladi deb. Har xil gap gapiraverma, og'zim bor ekanda valdirayverma. Siz kimsiz? Siz kimsiz? U yoqvoringda masalaga aytganman. Siz kimsiz? Faraz qiling, siz ota-onangizga hozir men telefon qilaman-da, qizingiz o'zini o'zi osib qo'yibdi. Yo'q, hozir sheyda yoqvoramiz desa, yoqadimi sizga? Og'zim bor ekanda valdirayverma, opa. U Faridani hech kim gapirtgani yo'q. Va u Koreya yangiliklarni ham hech kim gapirtgani yo'q. Sitorani ham hech kim gapirtgani yo'q. Raz odamlar yaxshilik qilsa Allohning yo'lida deb ketaversin. Bo'ldi, tugadi. Nima bo'tchivalarni? Tavba qildim, ajoyib. Sizga nima bor, kirib olib bidir-bidir qilishga? Faridani siz oqlab chiqaman deb qoralab qo'ysiz-ku. Qo'shmachiga chiqarib yuborasiz. O'zbekistonda bilasizmi,
Etta Ferida borsa qanaqa qiladi? Ana shu gapingiz uchun ham. Koreyada 70% ayollar Faridani qo'lidan o'tgan debsiz. Hech kim o'tmagan uni qo'lidan. Sal og'zingizga qarab gapiring. Siz kishot uni anaqa qo'shmachiga chiqarib qo'ysiz-ku Faridani. Koreyada 100% o'zbeklar bo'lsa, men tanigan. 7 vizada 30% xotinni olib kelgan bo'lsa, akalarimiz yo ukalarimiz. Qolgan 70% bizmizmi? Biz Faridani tanimaymiz, ko'rmaganmiz. Og'zim bor ekanda, valdiraverma opa. Siz o'lib qolsangiz, sizni yoqib yuborardingiz bo'lmasa. O'lishdan oldin vasiyat qilib ketdim, men yoqib yuboring deb. Alhamdulillah, musulmonmiz, hammamiz ketamiz bir kun O'zbekistonga. O'sha yoqqa qo'yilamiz hammamiz.